Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh. Yaxshimisizlar do'stlar? Bugun kichkinagina eksperiment qilamiz. Mana shu 100 rublga bir kun yashasa bo'ladimi? Nima deb o'ylaysizlar? 15 ming so'mga Moskvada nimalar olsa bo'ladi bugungi kunda? Zavtrak, obed, kechqurunga ko'rotamiz. Hozir Asham magazindan mana shu 100 rublga produkt olamiz. Videoni kuzatib, like bosish unutmanglar, poddeshka qilib turinglar. Qani nimalar olishimni sizlarga ko'rsataman. 100 rublga qani bir kunda yashasa bo'ladi? Nima deb o'ylaysizlar? Ketdik. Asham magazinga keldim. Hozir ko'ramiz, nima olamiz. Ketdik, birinchi o'rinda savat olamiz. Savat ketdik. Ana endi produktlarni ko'rib chiqamiz. Nima olsak bo'ladi bizlara mos. Birinchi o'rinda piyoz savz olamiz. Birinchi o'rinda piyoz olamiz. Bir dona piyoz. Kartoshka 99 euro ekan. Eng katta kartoshkani olamiz. Mana shuni olamiz. Hoppa. 166 ekan nomeri. Kartoshka senasi 47 rubl bo'libdi-ku. Bir dona piyozimiz mana 13 rubl bo'ldi. Olamiz buni. Salom alaykum. 13 rubl mana. Bir dona piyoz 13 rubl ketdi bitta. Piyoz, lekin kartoshkamiz kattasidan olaman. Короче, 50 rubl chiqdi mana shu bitta kartoshka. Buni joyiga qo'yib, kichigidan olamiz. Kartoshka qimmatli qildi. Kartoshkani kichigidan olamiz. 47 rubl bo'ldi. Kichikroqdan olamiz. Kartoshka, bir dona kartoshkani 17 rubl bo'ldi. Olamiz, nima qilamiz endi? Mana bosdik. Oldik 17 rubl mana. Kartoshka oldik. Kartoshka Rossiyada qimmatlashib ketibdi. Mana bu yerda mana 14 rubl mana sir bor ekan. Bitta mana sir olamiz 14 rubl. 14 rubl sir. 3 ta narsa bo'ldi. Mana bu yerda mana silishni masla bor ekan. Mana 14 rubl. Sanigalar halol. Silishni masla olamiz 14 rubl. Mana o'sha hammasini hisoblab 100 rubl, xohlasa 100 rubl qilamiz. Kuzatib boringlar. Eng arzon makaron mana 23 rubl ekan. Mana bu qaysi biri yaxshi o'ylaysizlar? Buni men shunisini yaxshi ko'raman. Buni obedga ham, kechqurunga ham qaynatib yesa moshni ketadi mana. 23 rubl. Makaron, kartoshka, piyoz, sir, slishni. Короче, ko'ramiz. Qani yana nima olsa bo'ladi? Hali ozgina pulimiz qoldi. Ko'ramiz yana nima olsak bo'ladi. Non arzon non topa olmadim. Bu kichkinagina ashan edi. O'shaning uchun mana shu 20 rubllik non olamiz. Qani endi opish mana shuncha narsa bo'ldi. Mana 100 rublga. Hozir kassaga boramiz. Ana nechta pul chiqar ekan. Ketdik. Makaronчик. Hammasi 100 rubl. Makaron. 107, да? 107. Масло убираем. Да. Нет, давайте убираю лук репчатого. Не, чтобы основной нужен. Это сколько? 14 рублей. Этот у нас 16 рублей. Да, убираем. Убираем.
А, Лукас торгает. Да, люк нужен, да. Да. Убираем 90 рублей. Ну, отлично. Вот 100 рублей. 90 rubelga shuncha narsa. Hop, do'stlar, mana hammasi, короче, общий 90 rubl, 10 rubl yonimga qoldi mana. Shuncha narsa bo'ldi. Makaron, kartoshka, sir, non, ну, короче, yashasa bo'ladi. Bir kunga 100 rubl, yana 10 rubl ham qaytarib berdim. 107 rubl bo'lib ketdi, pulimiz yetmadi-da. 100 rubl bo'lish kerak edi, 10 rublga yana biron narsa olsa bo'ladi. Короче, mana shuncha narsa bo'ldi. Mana do'stlar, 100 rubl yana shuncha narsa oldim. Yana 10 rubl ham qaytarib berishdi. Oshib ketdi 100 rubldan. Yana qaysi magazinlardan 100 rublga produktlar qilishimni ko'rmoqchisizlar, nima deb o'ylaysizlar? Yana boshqa magazinlardan undan ham arzon lenta, pyaterishkalardan produktlar qilaymi 100 rublga? Nima deysizlar? Kommentariy yozib qoldiringlar, like bosib, obuna bo'lishni unutmanglar. Gaplashamiz.